Tomga qarang, 2026-yil haqiqiy yil trendi. Ya'ni 9005 qora matvi master model. Aka, uy egalari tabiiyki bu model haqida tushunchalari bo'lmagan, xabarlari bo'lmagan. Kimni tavsiyasi endi? Harakat qildik oldindan ko'rsata olishga. Siz ko'rsatdingizmi internetda o'zlari ko'rgan? Ko'rsatdik. Sizni ko'rsatdingiz. Ko'rsatdik va maqsadga erishdik, xudo xohlasa. Maqsadga erishdik. Tabiiyki odamda ikkilanish bo'ladi-da, aka. Yon atroflarda unaqa tom yo'q, qanaqa chiqarkin degan. Qanaqa qilib ishontirdingiz aka? Risk qildik-da. Risk. Agar mabodo yo'qmasa, tunkasini polni yechib olib, mokri matoviy qo'yib beraman, tunkangiz menga tan. Kafolat oldindan berildi va bu maqsadga erishildi. Erishildi albatta. Ajoyib. Obyekt haqida ma'lumot. Obyekt TMZ qora matoviy 1100 kvadratli obyekt. Qishda 2025 oxirgi oylarda yopib berilgan. Xudo xohlasa, egalari juda mamnun. Xo'p, obyekt egalari trenddan bir qadam oldinda yuradilar. Xudo xohlasa, aynan mana shu qora matvi master model 2026-yilda trendi bo'lish kutilyapti. Ajoyib. Bir qaraganda esa yon atroflarda umuman yo'q hali bunaqa tom yo'q. Ajoyib ko'rinish olgan. Evrokarniz, Evrosilivlarchi? Albatta, Evrokarniz, Evrosiliv ham 26 model, xudo xohlasa. 26. Bu Samarqandga mos shohona. Gap yo'q. Tom o'zini koronasi bilan birgalikda deydi-ku. Albatta. Ajoyib. Ustki qismi profnastil bo'lgan. Profnastil. Yog'ochlarichi? Yog'och fon rossiyskiy. Rossiyskiy sastav. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turibsizlar, biz o'z ishimizni ham targ'ibot qilamiz, ham ko'rsatamiz. Samarqand bo'ylab, butun O'zbekiston bo'ylab sifatli, patkulch, premium darajada tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Boburxon aka Samarqand bo'ylab o'z xizmatlarini sizlarga taklif qiladilar.